Keyingi iqtibosimiz Angela Jingdan. Boshqalardan minimum kuting, o'zingizdan maksimum kuting. Ya'ni o'zingizdan kutadiganingiz maksimum bo'lsin, boshqalardan kutadiganingiz minimum bo'lsin. Kutilmangizni kamaytiring. Odatda biz teskarisini qilamiz. Shuning uchun bu iqtibos kerak bizga. Odatda biz odamlardan ko'p narsa kutib olamiz. Shu erta qilib beradi, zo'r bo'ladi. Mashinga ishonaman, zo'r bo'ladi, yaxshi qiladi. Topshirib qo'yamiz. Xotir borsa kerak. Yo bu yordam berib yuboradi deymiz. Keyin razочарование deydi. Ya'ni ko'nglimiz qolib ketadi. Qilmadi ya, yordamga kelmadi ya, telefonda ko'tarmadi ya, hal qilib beraman dedi, qilib bermadi ya deymiz. O'zi frustratsiya nima edi? Ko'ngil qolishi nima edi? Ko'ngil qolishi degani ko'ngilni tushishi degani, ya'ni qolib ketdi degani, turgan joyidan qolib ketdi degani. Nimadan qolib ketdi? Chunki ko'ngil qayergadir yetib oluvdi. Ya'ni biz nimadir kutib undan. Zo'r qilib beraman dedi bitta bola bizga, misol uchun coverni mana shu videosini. Biz endi bitta Paint'dami, qanaqadir Photoshop'dami bir nimaga chaplab bersa kerak deb kutsak, minimum nima qilib bersa ham yutamiz. O'zimizni ham ishimizni qilaveramiz. O'zimiz cho'tka qilib tayyorlab qo'yamiz, uni variantini kam kutamiz. Lekin bo'ldi, bu professional zo'r dedi, maqtandi. Bo'ldi, Ibrohim bugun cover qilmaymiz videoga desam, uni kutdikda keldida shalamalay qilib ana Benjamin Franklinga dollar o'xshatib qo'yib qo'ydi. Nima bo'ladi? Biz uni kutganimiz uchun bizning videomiz orqaga suriladi. Bir do'stingiz qiynalma, bo'ldi, vahsha bo'pti, o'zing nima qilasan yurib? Yordam beraveraman, hech bu anaqa qilma dedi. Qiynalma, o'ylama dedi. Ha, bo'ldi, bir 2-3 ming dollar ko'tarib keladi bu bola dedik. Ko'p narsa kutib oldik. Va biz ham va'da berib yubordik. Okey, javob bo'ldi, hal qilaman, do'stim aytdi. Keyin keldi-da, qaraysiz 50 ming so'm olib keldi. Mana senga yordam do'stim, qiynalma. Qiynalib qolamiz. Kutilmamiz kamroq bo'lishi kerak boshqalardan. Kamroq frustratsiyaga uchraymiz. Frustratsiya nima boya aytganimizdek, sizni voqelik va kutilmangizda uchrashuvi. Bir nima kutuvdingiz, reallikda nima oldingiz, shuni farqi agar musbat bo'lsa, "Voy, menga hozir yordam berib yuborishadi, 100 dollar berishadi" deb kutdingiz. 200 dollar berishadi. Mana hammaga hozir ko'rsatamiz. Mana 200 dollar berishdi. 100 kutuvdingiz, 100 ortiqcha keldi. 100 dollarlik darajada siz xursand bo'lasiz. Endi xuddi o'shani qaytaramiz. Sizga rostdan ham 200 dollar keldi, lekin siz 400 dollar, 500 dollar kutib yordingiz, 1000 dollar kutib yordingiz. 1000 ni pastga yozamiz, 200 hali ham o'sha 200 keldi. Ayirsak -800 dasiz. Sizga ota-onangiz yoki do'stingiz yoki qarindoshingiz telefon podarka qilaman dedi. iPhone 15 Pro Max 1 terabaytlik kutib yordingiz. 1,5 ming dollarlik. Qarasangiz bitta 100 dollarlik telefon turibdi, yoki idigoshka ochib yopiladigan. Xafa bo'lib ketasiz. O'zi sizga telefon podarka qilishdi. Xursand bo'lishingiz kerak, lekin kutilmani farqini ayirsangiz, mana shu frustratsiyani olib keladi. Shuning uchun telefon deganda o'yinchoq telefon bo'lsa kerak, bir 10-15 minglik bolalarning o'yinchog'i deb kutsangiz, boyagi legushka bo'lsa ham xursand bo'lasiz, iPhone bo'lsa ham xursand bo'lasiz, Samsung bo'lsa ham xursand bo'lasiz. Demak, boshqalardan kutilmamiz kam bo'lishi bizni well-beingimizga, ya'ni o'zimizni yaxshi his qilishimizga sabab bo'ladi. Voqelik o'zgartirmaydi bu, reallikni o'zgartirmaydi bu. Siz nima qilaman desa, o'shani qilayotgan bo'ladi. Katta narsa kutib olmaylik odamlardan. Kamroq xafa bo'lamiz, kamroq ko'nglimiz qoladi. Lekin o'zimizdan doim ko'p narsa kutishimiz kerak. O'zimizdan ajivaniya qilaman dedim. 5 ta qilaman emas, 50 ta qilaman. Erik Berker kitobida keladi. Sizni kutilmangiz natijaga 2-3 baravargacha ta'sir qiladi. Morskoy kochiklarni, ya'ni o'sha Navy'lar deydi, dengiz askarlarini sinovdan misol qilib keltirgan. 30 ta ajivaniya qila olasizlar. Men tajribamdan, sizlarning yoshingizda bola shunaqa qila oladi, davay qilinglar deganda, bolalar 20-25 ta, ba'zilar 30 ga yetkazgan. Sizlarning yoshligilar odatda bir 10 ta ajivaniya qila oladi, qani qillaring desa, 7 tadan keyin to'kilib qolgan bo'ldi. U bir xil darajadagi bolalar bo'lgan. Kutilmalar harakatlarni belgilab beradi. Ana. Qancha narsa kutishingizga qarab turib, sizning harakatlaringiz shunga moslashadi o'zingizga. O'zingizni kutilmangiz o'zingizdan qancha baland bo'lsa, shuncha ko'proq harakat qilasiz. Bitta bola ingliz tiliga tayyorlanayotgan bo'lsa, 8 uni kutilmasa bo'lsa, 7-7,5 ga aniq harakat qiladi, 8 bo'lsa xursand bo'ladi. O'zi menga 5,5-6 ham bo'ladi desa, u o'shani ham ololmasligi ehtimoli baland bo'ladi. Shuning uchun kutilmalarni katta qilish